Ulug'bek Shukurllayev ko'rinmaydi-ku. Bironta jarima yo'qmi? Jarima topib bersam agar o'zi yugurib keladi, tochna syomkasi bilan, video kamerasi bilan keladi hozir. Biron kishi jarima ham qilmayapti. Velik jarima qilyaptimi? Yo'q, menimcha. YPXdagi Ulug'bek Shukurllayev vatanga xizmat qilmaymizmi? Haydovchilarga qulaylik tug'dirish maqsad yo'qmi? Mana bu yamaga kirib bardurni urib yo bironta pishxodni urib yuborsa, bu ham avariyni holatni tug'dirmoqda. Yo sizlarning ish faoliyatingiz faqat pullikmi? Jarima bo'lsa, pul bo'lsa kelasizlarmi yugurib? Bu yo'qni bir taxlash harakatlarini ko'rmaymizmi? Ulug'bek Shukurllayev Qahramon aka, qani sizlar ko'rinmaysizlar-ku?